Salom hammaga. Bugun mana shunday oddiy bir xonani shunday xonaga o'zgartiramiz. Video boshidan like va obuna bosib qo'yinglar. Qiyin bo'lmasa, unda biz videoni boshladik. Ko'rib turganingizdek xona bo'm-bo'sh, devorlari eskirgan, hatto razvedka hamda shift ham juda ham eski. Lekin bugun biz bu xonani o'zgartiramiz. Ishni ertalabdan boshlab oldik. Devorga esa aboy bosdik. Menga akam qarashdi va ishni tezlatib oldi. Ustalar kelgandan keyin ish yanada tezlashdi. Biz razvedkalarni va tomdagi chiroqni o'zgartirdik. Xona deyarli bitgandi, ammo men kursga borishimga to'g'ri kelib, qaytib kelganimda esa ustalar allaqachon tugatishgandi. Faqat qurishini kutish kerak edi xolos. Ertasi kuni devor ozgina qurigandan keyin xonani tozalashni boshlab oldim. Retrox kelgandan keyin pianoni bir tarafga olib, gilam solishni boshladik. Xona 5 burchakligi uchun biroz qiynaldik, lekin epladik. Gilamlar bo'lgandan keyin esa divonni olib kirdik va xonamiz sal xonaga o'xshadi. Ertasi kuni esa xonaga va stream uchun narsalar oldik. Yalla mana fonar oldi. Bu stream mahal yuziga yorug'lik tushirib, yaxshi ko'rsatadi kamerani. Shu odamni. Davay, boshqa narsalarni olamiz. Menga xuddi mana shunday bulut uchun narsalar kerak edi, ammo yo'qligi sabab sumkamni tashlab boshqa narsalar olishga ketdim. Meni klaviaturalarim bor, ammo ular juda ham eski. 150 ming so'm. Shunga boshqa narsalar olishga keldik. Bilyapti mana. Hozir kompyuterga narsalar olishimiz kerak. Kompyuter xonadagi monster keyslarni ko'rib, yig'lab o'rgim keldi va o'zimizga yoqqan eng qimmat narsalarni olib ketdik. Ko'rchi bolalar klaviatura, mishka, keyin monitor oldi. Uyga borib hozir chiroyli qilib obzor qilamiz. Narsalar olaylik yana. Ha, haromi. Va meni xonamga biroz gullar kerak edi. Retrox bilan gul olgani bordik, lekin Retrox Ola qarchi, shunaqa sun'iy o't oldim hozir. Endi akam kelishini kutyapmiz, kelsa qolgan narsalarni olishga boramiz. Zo'r. Akam kelgandan keyin esa narsalarni joylab, sintofon olishga ketdik. Mana bulutlarimiz yetib kelibdi, olamiz. Ola qarchi, bulutni oldik, sumkalarimni ham oldim. Endi led olamiz. Bu odamni jonidan boshqa hamma narsa bor joyga kelib led olib ketdik. Gala led oldik, kech tushdi, uyga harakat. Xullas, olib kelgan narsalarimiz menimcha keraklilarni oldik deb o'ylayman. Zakaz qilgan narsalarim ham bor. Ular erta yetib keladi. Shunda hammasini bitta qilib dekoratsiyani boshlaymiz. Ertasi kuni esa bir chet tarafdan led yopishtirishga oldim. va yana kecha borgan joyimizga borib, kompyuterimni kuchaytirdim. O'zimga yoqib qolgani uchun naushnik ham oldim va boshqa zakazlarim olgani ketdim. Qarchi bolalar, zakazlarim keldi. Endi uyga sekin akam bilan ketyapmiz. Qolgan zakazlarni ham olib uyga ketdik. Uyda esa xonamni qorong'ulashtirish uchun parda ildim. Menimcha